Albatta, bugun maktablarda noyob iqtidor egalari desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Maktabni tugatmasdan turib ham bugun oliy ta'lim muassasasiga kirayotgan o'quvchilar nihoyatda ko'p. Qolaversa, ular ijod yo'lida ham bir qator bosqichma-bosqich, qadam-qadam yangi marralarni zabt etib o'tishmoqda. Aynan viloyatimizning Turon teatr jamoasi, ya'ni maktab o'quvchilari tomonidan ham bugun maktablarda o'rnak bo'ladigan ajoyib spektakllarni mahorat bilan rollarni o'ynab, ko'pchilik yoshlarga ibrat bo'lishmoqda. Aynan Turon teatr jamoasidan tayyorlangan hamkasblar tomonidan lavhani efirga uzatib birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Ha, xotin bo'lmasa nimada onajon? Qoshlik, ko'zlik, birandi. Andi deganingiz nima o'zi? Andi. Tamom. Men aytgan qiz o'sha Zaynabga uylanasan. Agar xursandchiligingiz shu bilan bo'lsa, har vaqt roziman. Ayni vaqtda shahar va tumanlarda Respublika Turon maktab teatri tanlovi bo'lib o'tmoqda. G'ozg'on shahrida ham mazkur tanlovning shahar bosqichi o'tkazildi. Unda jamoa tarkibida 40 nafar 7-10 sinf o'quvchilari ishtirok etishdi. Vayrona. Intanmangiz ko'ksimdan. Ko'ksim elma teshikdir. Men kechganman o'zimdan. Bag'rim bo'sh beshikdir. Men kim baxtga O'quvchilarda notiqlik san'ati va sahna madaniyatini shakllantirish, ta'lim muassasalaridagi o'quvchilar teatr studiyalari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularning ijodiy va intellektual qobiliyatini rivojlantirish maqsadida o'tkazilgan tanlovda shahardagi 1-maktabning Irfon jamoasi 1-o'rinni, 4-maktabning Ibrat jamoasi 2 va 2-maktabning Yuksalish teatr jamoalari 3-o'rinni qo'lga kiritishdi. Eslatib o'tamiz, may oyida tanlovning respublika bosqichi o'tkaziladi hamda respublika bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoa esa xorijiy mamlakatga ta'lim sayohatini qo'lga kiritadi.